Agar siz ham yengil, kremsiz, mazali piroglarni yaxshi ko'rsangiz, aynan bu retsept siz uchun juda oson va mikserlarsiz ham tayyorlasa bo'ladi. Birinchi bo'lib idishimizga tuxum bilan shakarni sovolamiz, aralashtiramiz, ilitilgan sut va yog'ni qo'shamiz. Barcha ishlatgan mahsulotlarni piyolada o'lchab soldim. Albatta izohda yozib qoldiraman. Razrixlitelni ham qo'shib aralashtiramiz. Xuddi shunaqa massa bo'lganda pergamin qo'yilgan qolipimizga quyib olamiz. Ichlari yanada sochni bo'lishi uchun ichiga nachinka tayyorlab olamiz. Buning uchun 2-3 qoshiq tvorojniy sir, 1 dona tuxum va 3 qoshiq shakar va unni qo'shamiz, aralashtirib, xuddi shunaqa videoda ko'rsatilgandek qilib, massani o'zidan 1 qoshiqdan quyib chiqamiz. Ustiga esa xohishga ko'ra golubika, malina yoki klubnikadan foydalansangiz ham bo'ladi. Chiroyli qilib bezatib, duxovkaga pishirishga yuboramiz. Bu orada yoniga esa mazali choy damlaymiz. Oilamiz bilan yaxshi ko'rib ichadigan Ahmad choylaridan bu safar kardamonligini oldim. Bahor kelib, qon bosimidan aziyat chekayotgan yosh katta insonlar bo'lsa, ayni muddao doimiy ravishda ichib yursa, qon bosimini doim normada ushlab turadi. Mana bugun shu mazali choydan damlab, oila a'zolarimga va yosh katta buvijonimga shirinlik bilan dasturxonga tortdim. Ahmad choylarini bozordan yoki shahar magazinlaridan topsangiz bo'ladi. Endi esa tayyor bo'lgan pirogimizni olamiz, biroz sovutib, ustiga saxrini pudrani sepib, kesib, chiroyli qilib dasturxonga tortamiz. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring, hammaga yoqimli ishtaha.